Assalomu alaykum hurmatli partiyadoshlar, qadrli yurtdoshlar. Yakuniga yetgan hafta mobaynida O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar tafsiloti bilan tanishing. O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev O'zbekiston Milliy gvardiyasining Sirdaryo viloyatidagi ixtisoslashtirilgan o'quv markazida tashkil etilgan ilmiy amaliy anjumanda ishtirok etdi. Ekologik xavfsizlikni ta'minlashning dolzarb masalalari mavzusidagi ilmiy amaliy anjumanda ekologiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari atroflicha muhokama qilindi. Tadbirda so'z olgan Abdushukur Hamzayev eng avvalo yurtdoshlarimizning ekologik huquqlarini ta'minlash, insonning birinchi galladagi yashash huquqini himoya qilish bilan chambarchas bog'liq ekanligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Toshkent davlat kimyo texnologiya instituti va talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi va O'zbekistonning eng qadimiy oliy o'quv yurtlaridan biri bo'lgan Toshkent agrar universitetining 95 yillik tantanali tadbirda qatnashdi. 10-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda bir qator muhim qonun loyihalari muhokama qilindi, xususan davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi fraksiya a'zolari tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Xuddi shu kuni partiya markaziy kengashida 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni hamda O'zbekiston kasaba uyushmalarining 120 yilligi munosabati bilan sportning futbol, stol tennisi va shaxmat shashka turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Ushbu sport musobaqasi xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bilan birga o'zaro hamjihatlik, ko'tarinki kayfiyat va birdamlikni ta'minlashga xizmat qildi. 11-noyabr kuni Pastarg'on tumanida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'rgazmali seminar tashkil etilib, Uchtepa mahallasidagi bo'sh turgan yer maydoniga 5000 tubga yaqin mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Tadbirda partiya vakillari, korxona va tashkilotlarning ko'ngilli xodimlari, shuningdek faol fuqarolar ishtirok etishdi. 12-noyabr kuni Jizzax viloyat hokimligi, O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida Mirzacho'l tumanida ayollar ekologik madaniyatining faol targ'ibotchisi mavzusidagi ayollar ekoforumi bo'lib o'tdi. Forum doirasida sport musobaqalari, ko'rgazmali tadbirlar, ilhombaxsh seminar va treninglar o'tkazildi. 13-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ilm-fan targ'ibot markazida yosh olimlar uchun nufuzli Evrika 2025 tanlovining tantanali taqdirlash marosimi Renessans kino uyida bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev ham ishtirok etdi. Partiya rahbari tabiat va inson nominatsiyasi g'oliblariga mukofotlarni tantanali ravishda topshirdi. 14-noyabr kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Xorazm viloyat kengashi tashabbusi bilan O'zbekiston xotin-qizlar olima uyushmasi viloyat bo'limi hamda Urganch davlat pedagogika instituti bilan hamkorlikda ekologiya va sog'lom turmush tarzi oiladan boshlanadi mavzusida ayollar ekoforumi hamda xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi deputatlik guruhi tomonidan jamoatchilik eshituvi o'tkazildi. Partiyamiz Toshkent shahar kengashi hamda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida shu kuni ko'ngil ekologiyasi nomli rasmlar tanlovi o'tkazildi. Tanlovda taqdim etilgan ijodiy ishlar Yashil makon umummilliy loyihasida jarayonlarni aks ettirgan asarlar, suv resurslaridan oqilona foydalanish va cho'llanishga qarshi kurashish mavzusidagi ishlar, atrof muhitni ifloslanishi va hududlarni chiqindilardan tozalash mavzusidagi tasviriy asarlar, qayta ishlash va chiqindilarni saralash yo'nalishidagi rasmlar yo'nalishlari bo'yicha baholandi. 15-noyabr kuni partiyamiz markaziy kengashida Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti hamda Renessans ta'lim universiteti hamkorligida ESG tamoyillari, hududlarni barqaror rivojlantirish va biznesni transformatsiyalash drayveri mavzusidagi seminar o'tkazildi. Qadrli kuzatuvchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.